Kurs sotib olmang, agar u kurs rostdan ham sizga kerak bo'lmasa. Agar ekspertga ishonmasangiz, kursini sotib olmang. Agar ekspertni o'zini tajribasi, bilimi yoki bo'lmasam undan oldingi o'qitgan kurslaridagi o'quvchilarini natijasi bo'lmasa. Kurs sotib olmang, agar mas'uliyatni bo'yningizga olib, o'sha kursdagi berilgan bilimlarni amalda qo'llashga kuchingiz yetmasligiga ishonsangiz. Kurs sotib olmang, agar o'sha kursda beriladigan ma'lumot, bilimlarni ertaga hech qayerda qo'llamaysiz. Shunchaki emotsiyada kurs olgisi kelayotgan bo'lsa ham hech qachon kursni sotib olmang. Kurs sotib olmang, agar u kursni o'qishga realni sizda vaqt bo'lmasa. Kurs sotib olmang, agar undan oldin ketma-ket kurslar sotib olgan bo'lsangiz, bittasini ham o'qimagan bo'lsangiz. Kurs sotib oling, faqatgina ekspertga ishonsangiz, tajribasi, bilimi borligini bilsangiz, undan oldingi o'qitgan o'quvchilarini natijasini ko'rsangiz. Kurs sotib oling, u kursga realni vaqtingiz bo'lsa, kursga qiziqsangiz va emotsiyada emas, miyani muzdekgina qilib ishlatayotgan bo'lsangiz. Kurs sotib oling, realni bo'yningizga mas'uliyatni olib harakat qiladigan bo'lsangiz. Chunki kurs bu волшебная tabletka emas. Uni ichasiz, hayotingiz o'zgarib ketadi degan va'da hech kim sizga bera olmaydi. Kursda sizga shunchaki bilim, tajriba beriladi va to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsatiladi. Va qo'shimchasiga sizni shunaqa muhitga solib qo'yishadi, u muhitda o'zingiz o'qigingiz keladi. Lekin kurs aytganimdek hayotingizni o'zgartiradigan волшебная tabletka emas.